Qo'limizdagi ushbu kitob rus adibi Lev Tolstoy qalamiga mansub Voskreseniye romanining Xolida Ahrorova tomonidan Tirilish nomi ostida tarjima qilingan ko'rinishidir. Shuni bilingki, badiiy asarni tarjima qilish, ayniqsa turkiy tillarga mansub bo'lmagan tildan tarjima qilish, shu asarni qaytadan yozish bilan teng qiyinchilikka ega. Shu tildagi iboralarni, so'zlarni, jumlalarni yoki maqol va matallarni ma'lumiga yetkazib tarjima qilish juda mushkul ish hisoblanadi. Chunki bunda tarjimondan bevosita eng kamida ikkita xorijiy tilni mukammal bilish, shuningdek o'sha til egalari xalqning turmush tarzi, etnografiyasini, madaniyatini va tarixini mukammal bilish talab etiladi. Shuning uchun Xolida Ahrorova ham doimo xalqimizning, ayniqsa o'quvchi yoshlarimizning tahsinu tashakkuriga sazovor bo'lgan, biz ham shular qatorida tarjimon Xolida Ahrorovadan ushbu xizmatlari uchun behad xursandmiz. Tirilish asari jahon adabiyotining bo'lmas durdonalaridan biri hisoblanadi. Ushbu asar hayotda bo'lib o'tgan oddiy voqea, bir sud jarayoni asosida yaratilgan. Bu asarda adib ijtimoiy adolatsizlikka asoslangan jamiyatning ichki ma'naviy asoslarini ochib tashlaydi. Asarni o'qish davomida biror joyda mantiqsizlikka duch kelmaysiz. Asarning asosiy qahramonlari Nexlyadov, Maslova va ikkinchi darajali qahramonlar orqali ham juda katta mazmun yaratadi. Ushbu kitob ilk bor o'zbek tilida 1980-yilda chop etilgan. Bu davrdagi nashrida ayrim so'z va jumlalarning ma'nosi izohlanmagan yoki ruscha so'zlar yoki baylam-yilal jumlalar orqali berilgan edi. Bu holat bilan biz tarjimonlarni yoki o'sha davr nashriyoti xodimlarini kamsitish fikridan yiroqmiz. Faqat hozirgi davr kitobxonlarining talab va iltimoslariga asosan asar tarjimasiga qo'shimcha iqtiboslar kiritildi va asar hozirgi o'zbek adabiy tilining imlo qoidalari asosida qayta tahrirlandi.